Assalomu alaykum. Men hozir yotibman. Nima gapingiz bo'lsa signaldan keyin qoldiring. Esingdami? Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'ldim. Senga tikilib qarab turaverardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda narsa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga osmonga, o'tgan ketgan odamlarga qarardim. Sen ko'zlaring dunyodagi eng chiroyli ko'zlar. Qo'llaring nozikgina, har bir harakating o'zingga yarashib turadi. Men haqimda so'raganingda xursand bo'lib ketganman. Ichimda ozgina sendan umid bor.